Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi metodimizni fikrni davom ettirdim nomlaganmiz. Bu qanday metod? Siz o'quvchilaringizga mana bunday qog'ozlarni berasiz hamda ma'lum bir asar yoki bo'lmasa ma'lum bir mavzuni berasiz. Birinchi qatorda o'tirgan o'quvchi ana shu mavzuga aloqador bo'lgan bitta fikrni, bitta gapni yozadi va oldida o'tirgan o'quvchiga, ya'ni do'stiga uzatadi. U ham ana shu mavzuga aloqador bo'lgan gapni yozadi va orqaga uzatadi. Va xuddi shunday davom etadi. Oxiridagi o'quvchi chiqadi va mana shu mavzu bo'yicha bitta matn paydo bo'lib qoladi va mana shu matnni o'qib beradi. Ya'ni 3 ta qatorga bo'lingan bo'ladi o'quvchilar tariqati va bu metod ayniqsa 35 ta, 40 ta o'quvchisi bor sinflarga juda ham qo'l keladi. Keling endi biz buni o'quvchilar misolida ko'ramiz. Xo'p, sizlarga birinchi bo'lib bermaydi jimjitlik romani, sizlarga ikkinchi rayfillik romani, sizlarga esa Hillades hikoyasi boshlaymiz. Bo'ldi, vaqt bo'ldi. Keling, mashinasiz o'tiribsiz oxirida, yozasiz, javobsiz, kelinglar ishi. Endi hozir matnni o'qib berasizlar. Qanaqa matn paydo bo'ldi? Matn, ma'lumotlar, mashina o'qish. Bir tanda ikki odam obrazi uchradi. Hop. Yo'q, hammasini o'qing. Bu asarda tuhmatga uchragan va 12 yilga qamalgan obraz uchraydi va ushbu asarda diktatchi ayol obrazi uchraydi. Ma'lumotlar, munozir tagiga joylashingizni o'qing. Bu asarda tuhmatga uchragan Zebo obrazi uchraydi. Bu asarda ayoli va qizini tengsimaydigan Razo obrazi uchraydi. Ushbu asarda hamisha ishni birdek eplab beradigan bir yoqib erkak obrazi uchraydi. Ushbu asarning kunduz qismi topiladi. Yaxshi, javob. Vatan ichkariroqda naqd yurakning o'zida bu asarda so'kinishlar 6 oy davom etadi. Yangi uyimiz sevgilisi ismi Mida. Yaxshi. Hop, joylaringni egallashlaringiz mumkin. Mana hurmatli ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga ham manzur bo'ldi. Darslaringizda albatta qo'llab ko'ring. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.